29-so'rov quyidagilardan kimyoviy hodisalarni aniqlang deb so'rov bergan ekan. Birinchi oltin gugurtning yonishi bu ximiyal hodisa hisoblanadi. Demak, A variant. Yodning sublimatlanishi bu kirmaydi. Yog'ning sovuqda qotishi bilan fizika. Temirning magnitda tortilishi bilan fizika. Demak, shu A bo'ladi ekan. 30-so'rov quyidagilardan kimyoviy hodisalarni aniqlang deydi. Muzning erishi bu kiradi, fizikal hodisaga kiradi. Tuzning erishi bilan fizikal hodisaga kiradi. Qatiqning ivishi deydi. Qatiqning ivishi bu ximiyal hodisaga kiradi. Temirning magnitga tortilishi bu fizikal hodisaga kiradi. Demak, shu yerda C bo'ladi ekan. 31-so'rov quyidagilar ichidan kimyoviy hodisalarga kirmaydigan qatorni aniqlang degan. Demak, kimyoviy hodisaga kirmaydigan bo'ladigan bo'lsa, fizikaviy hodisalarni aniqlashimiz kerak ekan. Uzum sharbatning bijg'ishi kimyoviy hodisaga kiradi. Bu so'ning uchun birda olmaymiz. Bu kimyoviy hodisa. Qarg'ashning suyuqlanishi kimyoviy hodisaga kirmaydigan qatorga kiradi. Ya'ni fizikal hodisaga kiradi. Shishaning maydalanishi bilan fizika kiradi. Temirning xlorlanishi bu ximiya kirmaydi. Oltin gugurtning yonishi bilan kirmaydi. Temirning magnitga tortilishi bu kiradi. Demak, 2, 3, 6 degan javob bu variantda turgan ekan. 32-savol quyidagilar ichidan fizikaviy hodisani aniqlang degan. Fizikaviy shakarning ko'mirlanishi ximiyal hodisa, ohakning so'ndirilishi ximiyal hodisa, tuzning erishi bu fizikalik hodisa hisoblanadi. Demak, javob bu yerda bo'ladi ekan, C variant. Quyidagilar ichidan fizikaviy hodisalarni aniqlang degan. Benzinning yonishi ximiyal hodisa, muzning erishi bu fizikal hodisa hisoblanadi. Demak, shu yerda bu bo'ladi. Qatiqning ivishi ximiya, sutning achishi ham ximiya. Quyidagilar ichidan fizikaviy hodisalarni aniqlang deydi. Temirning zanglanishi bu ximiyal hodisa, suvning qaynashi bu fizikal hodisa hisoblanadi. Tak, qatiqning ivishi ximiyal hodisa, uzum sharbatning bijg'ishi degan so'z ximiyal hodisa. 35-so'rov quyidagilar ichidan fizikaviy hodisani aniqlang. Temirning xlorlanishi deganimiz bu ximiyal hodisa, yodning sublimatlanishi bu fizikal hodisa hisoblanadi. Demak, shu bo'ladi deganda. Sutning achishi ximiya, benzinning yonishi ximiya. Demak, bu variant ham qat'iy. Demak, 36-so'rov quyidagilar ichidan fizikaviy hodisalarga kirmaydigan qatorni aniqlang degan. Demak, fizikaviy hodisaga kirmaydigan hodisalar, demak, bular ximiyal hodisalar hisoblanadi. Variant ko'rib chiqamiz. Benzinning yonishi deydi. Benzinning yonishi bu fizikaviy hodisalarga kirmaydigan kimyoviy hodisa hisoblanadi. Tuzning erishi fizikaviy hodisalarga kiradi, demak bu xato. Temirning magnitga tortilishi fizikal hodisa kiradi, xato. Temirning zanglashi bu ximiyal hodisa. Shishaning maydalanishi bu fizikal hodisaga kiradi. Sutning achishi bu ximiyal hodisa. Demak, 1, 4, 6 degan javob bo'lishi kerak. Demak, variantda bo'ladi ekan. 37-savol quyidagilardan kimyoviy hodisalarni aniqlang degan. Demak, bunda kimyo yodning sublimatsiya bu fizika, oltin gugurtning suyuqlanishi bu fizika, benzinning yonishi bu ximiya. Demak, shu bo'ladi ekan. C. Shishaning maydalanishi bu fizika. Quyidagi hodisalardan kimyoviy hodisalarni aniqlang. Kremniyning suyuqlanishi bu fizika, temirning magnitga tortilishi fizika, shakarning ko'mirlanishi bu ximiya. Yog'ning sovuqda qotishi bu fizika.
39 so'roq quyidagilardan kimyoviy hodisani aniqlang degan. Qo'rg'oshinning suyuqlanishi deganimiz bu fizikal hodisa kirmaydi. Suvning qaynashi bu fizika. Shishaning pishirish deydi. Shishani pishirish deganimiz bu kimyo hodisa bo'ladi. Al shishani maydallash bo'lsa bu fizika. Quyidagilar ichidan fizikaviy hodisani aniqlang deyilgan ekan. Demak, fizikal hodisani topamiz. Temirning xlorlanishi bu kimyo hodisa. Benzinning yonishi bu kimyo hodisa. Qo'rg'oshinning suyuqlanishi bu fizikal hodisa hisoblanadi. D varianti xato. Shishani pishirish bu kimyo hodisa. Birinchi so'rov. Demak, quyidagilar ichidan fizikaviy hodisani aniqlang degan. Uzum sharbatining bijg'iji deganimiz bu yerda kimyo hodisa. Qatiqning ivishi bilan kimyo hodisa. Oltin gugurtning yonishi bu kimyo hodisa. Shishaning maydalanishi demak bu yerda fizikal hodisaga kiradi ekan. Quyidagilar ichidan fizikaviy hodisani aniqlang degan ekan. 42-savolda tuzning erishi. Fizikaviy hodisani aniqlang. Tuzning erishi demak bu fizikaviy hodisaga kiradi. Demak bu yerda variant A bo'ladi. Temirning zanglanishi bu kimyo hodisa, shakarning ko'mirlanishi kimyo, qizdirilgan shakarning qorayishi bilan kimyo hodisasiga kiradi. 43-so'rov quyidagi qaysi modda o'sha molekula va atom tushunchasi bir xil bo'ladi deb so'ralgan. Demak, geliy bir xil bo'lmaydi deb so'ragan. Geliyda bo'lsa molekula va atom tusnugi birdek bo'ladi. Argonda da shunday. Demak, bu yerda teqqana vodorodda atom tusnugi, tag'ida molekula tusnugi har xil bo'ladi. Demak, shortda bo'ladi ekan. Bu variantda belgilash kerak. 44-so'rovda to'menda keltirilgan eng qattiq deydi metallarni aniqlang degan ekan. Demak, A variantda qarayotgan bo'lsak, fosfor metal emas, gelium metal emas, bu gadjetlar. B variantda kukurt metal emas. C variant bilan D variant qoldi bizlarda. Qattiqligi shu xari bo'ladigan metallar bu wolfram bilan xrom hisoblanadi. Demak, shu bo'ladi.